qilgan huquqlaringiz fabrikada ishchilarni xavfsiz mehnat, ularning sog'liqlari uchun mehnatning xavfsiz tomonlarini topishga harakat qilyapmiz. Yoshlarimizni e'tiborini jalb javob berdi. Rahmat munosabatingiz uchun. Ben 15 yıldan O'zbekistonda ishlayman. Teşekkürler. Bana ifade bo'lgandan xursandman. Namaste. Namaskar. Yangi ish o'rinlarini barpo etdik. Yoshlarni ishga taklif qilamiz. Teşekkürler hammasi uchun. Yoshlarga qilayotgan mehribonliklaringiz, g'amxo'rliklaringiz uchun rahmat sizlarga alohida tashakkurlar.